Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasının Kengash Palata a'zosi Marco Rubio, Amazon tori, Alma ve Nike qatarlıq Amerika şirketlerining Xitoy mecburiy emgak lagerlariga sal qarag'anligini qattiq tanqid qilib, bu şirketlarning Amerika iste'molchilarini Xitoyning bostirish siyosatiga sherik qiladiganligini ko'rsatdi. Marco Rubio Amerika Kengash Palatasi Tashqi munosabatlar komitetining Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon osonliqlarga bo'lgan zulmlari muzokara qilingan yig'inda so'z qilib, shirkatlarning Xitoy davlatining zulmdan foyda olayotganligini tunib yetmaganligini aytdi. Rubio mundaq dedi: Nike, Alma, Amazon va Coca-Cola qatorliq nurg'un shirkatlar majburiy emgakchilarni ishlatadi. Ular mecburi emgak bilan shug'ullangan deb gumon qilingan huddiga berguchilardan foydalandi. Afsuski, bu shirkatlar hammamizni bu jinoyatga sherik qiladi. Demokratlar partiyasining Kengash palata a'zosi Tim Kaine bilan yig'inga riyosatchilik qilgan Kengash palata a'zosi aytmarki, Amerikaning nurg'un texnika shirkatlarining Xitoy davlatining nazorat qilish kasbidan foyda olganligini va Xitoyning bu kasbida ishlab chiqarilgan nurg'un mahsulotlarning hozir Sharqi Turkistonda ishlatilayotganligini bayon qildi. İlgilenişçe Thermo Fisher ilmiy şirketi 2019 yılı Xitay dairələrinin Uyğurlarning DNA sonliq ma'lumot ombirini qurganligi to'g'risidagi xabarlar tarqalgandan keyin Sharqi Turkistonga gen tartiblash uskunalarini setishni to'xtatganligini e'lon qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoy Markaziy Tashqi ishlar komitetining boshlig'i Yang bilan telefonlashdi. Beijingni Wuhan virusining kelib chiqishi to'g'risida hamkorlashishga va ochiq-oshkor bo'lishga chaqirgan Blinken yana Uyg'urlar, Hong Kong va Tayvan qatorliq sazgur masalalarni o'tirg'a qo'ydi. Xitoy davlat taratqullarining xabariga qaraganda, Yang Blinkenga Amerikadagi bir qism kishilarning Wuhan virusining Wuhan tajribaxonasidan tarqalganligi to'g'risidagi bema'ni qarashlarni tarqatayotganligiga qattiq ko'l bo'ladiganligini bildirgan. Xitoy davlatlik markaziy televiziya stansiyasining xabariga qaraganda, Yang Washingtonning Tayvanga munosabatlik masalalarni astoydil va muvofiq bir taraf qilishi kerakligi to'g'risida uchur yetkazgan. Amerika Tashqi ishlar Ministrligining bayonotida Blinken bilan Yang Shimoliy Koreya haqida so'zlashganligi, Blinkenning davlatining Hong Kongdagi demokratik qoidalarning buzilishiga bo'lgan andishini yetkazganligi o'tirg'a qo'yilgan. Bayonotga qaraganda, Blinken yana Washington irqiy qirg'inchilik deb tasvirlagan Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarga bo'lgan muomalasiga qarata andishini yetkazgan. Xitay tədqiqatçıları şəpərəngdə yeni tipdəki koronavirus yuqumini keltirib çıxardılan qurilmada 24 xil yeni koronavirusni bayqıganlığını e'lon qildi. CNN'nin xabar qilishicha, Shandong Universitetining tədqiqatçıları özlarining 2019 yili maydan 2020 yili 11 oygacha Yunnan o'lkasidagi o'rmon şəpərəngləri ustida elib borgan tədqiqat natijasini Hücayra jurnalida e'lon qilgan. Tədqiqatçılar o'xshamagan şəpərəng turlaridan yig'ilgan suyduk va tarat avrishkisidan 24 xil tacisimon genni bayqıgan. Tilga ilingan tacisimon viruslardan 4'ning jiddiy xarakterlik nafas yo'li universal kasalligi SARS va COVID-19 ni keltirib chiqaradigan tacisimon virusga o'xshaydiganligini bayon qilgan. Xitayda marafonçە yۈgۈrüş musobaqasi o'tkazilgan va havo rayi sharoiti sababidan 21 mahir o'lgan shahardagi partikum sekretari voqeaga qarata tekshirish boshlangandan keyin o'zini o'ltürovvalğan. Xitay Markaziy televiziya stansiyasining xabariga qaraganda, Gansu o'lkasi Jiddai shahar soqchilari marafonçە yۈgüruş musobaqasini tashkillovchilarining biri shaharning partikum sekretari Li Zubining o'zi turgan turalg'udan sakrab o'zini o'ltürovvalganligini e'lon qilgan. 5 ayning 22 kuni Gansu o'lkasida o'tkazilgan marafonçە yügüruş musobaqasida 172 qatnashuvchining 21 temperaturning tuyuqsiz tuvanlashidan kelib chiqqan nachar havo rayi sababidan o'lib ketgan. Faoliyatga munosabatlik dastlabki tekshirish dokladida musobaqaning yetarli planlanmaganligi va havo rayi sharoiti nacharlashgandan keyin zarur qadamlarning tashlanmaganligi, tashkillovchilarning mas'uliyatini ado qilmaganligi o'tirg'a qo'yilgan. İctimai taratqu ve texnika magnatları dünyanın her qaysi joylarida tor hujumiga uchirgan. Nishon qilinganlarning ichida Amazon, Alma, Instagram ve Facebook qatorliqlar bor. 26 milliondan ortiq ishlatuvchining barliq hisobot uchurlari o'g'irlangan.
Tor bexatarligi bilan ta'minlaguvchi Nordlokerning bildirishicha, Windows yumshoq detali bor 3 million 250 ming uskuna nishon qilingan. Alma, Amazon, Instagram, Twitter, Netflix va Facebook qatorliq supulamo tor hujumiga uchirgan. Mazkur shirkat e'lon qilgan dokladga asoslanganda, yomon g'arazlik yumshoq detal 2018-yildan 2020 yilgacha bo'lgan oraliqda 26 million kirish kinishkisi qatorliq nurg'un uchurlarni o'g'irlagan. Bu shirkat dokladga yana tor kamerasining ziyonli detallar tarafidan qo'llanilganligini qo'shib qo'ygan. Milyonlagan abonentlari bor bu shirkat ishlatuvchi uchurlariga boshqalarning erisha olmaydiganligini va bexatarlikning kuchaytganligini e'lon qildi.